Barcha salom do'stlar, sizlar bilan Maslows. Bugun videomizda biz Imperiyaning 4-qismini qilyapmiz. O'tgan safar bittan bitirayotgan edik. Deb popti pashti. Hozir zo'r ish qilamiz. Zo'r ish qilgandan keyin videoni yoqaman. Mana videoni ham yoqib oldim. Bitirdik. Mana bu joyni. Bir blok qolib ketibdi, axir. Bir donagina blok. Yetti bo'ldi, ortda ketdi. Hop, endi metdan eshik ochib, deraza ochib ishni boshlash vaqti ham keldi. Hop, metdan ochiladi. Batdan 3 blok, batdan 3 blok. Bunga tarta qo'yamiz, bunga eshik bilan yopib qo'ysak, tosh bilan yopib qo'ysak shu kifoya. Xo'sh, bu marsani o'rniga biz eshik olamiz. Eshik olganimizdan keyin qo'yamiz. Ochilib yopilaveradi. Xo'sh, endi bu yerda olamiz. Obuna bo'lishib chiqmasin. Sizlar uchun harakat qilyapman. Qimmatli vaqtimni ketkazib, sizlar uchun kontent ishlayman, vaqt ketkazyapman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Ba'dan bir blok bo'lib bo'larkan, mayli. Hop, metdan shunchalik yetadi. 2ga bo'lamiz. Faqat bitta fakir qo'yib qo'ysak, yorug' qilib berib turadi bizga. 2 fakir qo'yaylik. Avval oldin chiroyli. Balki gilon solib beramiz, bo'lmasam toshda oyoqlari og'rib qatib ketadi. Baqa divanga baqa divan bo'lsa, eshik o'rniga divan olib qo'yaveramiz. Fakir qo'yib chiqamiz. Fakir buzamiz, chunki o'z joyini egallamaganligi uchun. Hop, endi biz buzarkanmiz, chunki baqa sandiq qo'ylar ekan. Xo'sh, mekka pechga qo'yamiz, chunki ular sovqotlamasliklari uchun ikkita pechga shu o'rtadan eshik ochamiz. Chunki mekdan ko'rish uchun balkon. Ne qilamizda sinani ko'rib turib ne qilamiz? Sizlar bilan shu joyda xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, hammaga xayr.